Biz butun Amerika, Yevropa davlatlarini o'margan, lekin biror marta dumini tutqazmagan o'g'rilarmiz. Endi navbat Markaziy Osiyoga yetdi. Birinchi o'ljamiz esa O'zbekiston. Navro'z kelibon jumla jahon nozlanajakdi. Oftob qizitib asta sekin yozlanajakdi. Navro'z kelibon jumla jahon nozlanajakdi. Oftob qizitib asta sekin yozlanajakdi. Voy chechagim boylamdi. Hamma qo'lni ko'tarsin, biz o'g'irlik qilgani keldik. Joningda umiding bo'lsa qimirlama. Hamma qo'lni ko'tarsin, tushunmayapsan, biz o'g'irlik qilgani keldik. Hozir o'taman. Assalomu alaykum. O'g'irlikka keldinglarmi? Ha, o'g'irlik qilgani keldik. Jismoniy shaxs bo'lib o'g'irlaysizlarmi yoki yuridik shaxs bo'lib o'g'irlaysizlarmi? Manchi yuridik. Jismoniy shaxs bo'lib. Unda bioga murojaat qilasizlar. Qo'lingni ko'tar. Kassanoch. Sizi очередь mendan keyin. 5 ta telefon kerak menga qizim. Asabiylashmang, o'tiringlar. Nima ichasiz? Suv, choy, qahva? Hech narsa kerak emas. Ko'rinishingizdan bu yerlikka o'xshamaysizlar. Turistmisizlar? Xonimga xonatlasimiz o'lib qopti. Baribir milliyligimiz zo'rda. Xullas o'g'irlab nima qilasizlar? Ortiqcha ovoragarchilik. Undan ko'ra Alifda juma aksiyasidan foydalanib, istalgan elektronika va texnikangizni xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 4, 5, 6 aprel kunlari siz istagan elektronika va texnikangizni 24 oygacha muddatli to'lov bilan aytgancha aksiya doirasida muddatli to'lov 2 baravargacha arzon bo'ladi. Xullas maslahatim Alif bilan xarid qiling. Hayotim iltimos, olib bera qo'ying. Qarang, bizga shuncha qulayliklar qilib qo'yishdi. Hamma bilasan-ku nima uchun kelganmiz ana. Aksiya faqat 3 kun davom etadi. Shoshilib qoling. Iltimos, olib bera qo'ying. Atigi 3 kun ekan. Iltimos. Biz butun Amerika, Yevropa davlatlarini o'margan, lekin biror marta dumini tutqazmagan o'g'rilar edik. O'sha yerlarda yurganimiz yaxshi ekan. O'zingga